Bu programını Şinjan Eksan Mayçılık Çeklik Şirketi alaydı qollagan. Assalamu alaykum ekran oldidagi barliq ko'rman do'stlar. Şinjan televiziya stansiyaning Ichil dasxini programmasi amdidagi g'animat fursatlarda diqqatinglarda bo'lg'ay. Men riyosatchi do'stinglar Nijat Vali Yaqub. Ichil dasxini programmamiz yo'l qo'yilgan bu bir qanchadan buyon men har soat har kasb xizmat qiladigan suyimli qarindoshlarimiz o'z qo'li bilan tayyorlagan nayt yish taomlarga eg'iz tekkan bo'ldim. Shundaqla ekran oldidagi do'stlar bilan birlikda bu tamoqlarni qanday etishni o'rgandim. O'z navbatida balkim ekran oldidagi ko'rman do'stlar, bugungi Ichil dasxini programmasida bizning dasxinimiz oldida qanday yish taom tayyor bo'lgan deb qiziqayotgan bo'lishi mumkin. Shuningdek biz bugungi programmamizga Qo'ligul usta, bizning suyimli ustozimiz Urumchilik 66-o'tir maktabdan Aliya muallimni alayda taklif qildik. Assalomu alaykum Aliya muallim. Sizni qarshi olamiz. Didor G'animat. Programmamizda sizni ko'rib intayin xursand bo'ldik. Bizning programmamiz mana shuningdek har soat har kasbda natija yaratayotgan, to'p qo'shayotgan o'z navbatida oilasidami o'ziniki rolini to'liq joriy qildirib, tetimli taomlar bilan yo'ldishiga farzandlariga sog'lom turmush ato qilayotgan suyimli xonim qizlar bilan o'zining qimmatini texnik yaxshi yarata oladi deb o'ylayman. Shuningdek yana bir qaytim basgan qadamingizga merhaba. Unda salomingizni bir yo'lda yutamsiz. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, yaxshimisizlar? Mush vaqtinglar xayrli bo'lsin. Xo'sh, mana ko'rman do'stlar, xuddi sizlar ko'rgandek qozon beshimiz pokiza ozodi bo'lsa, tenimiz texmi sog'lom bo'ldi, dasturxonimiz texmi barakatlik, pokiza rahat bo'ldi. Shunaqmi? Shunlashqa bizmi qozon beshidagi kiyimlarimizni kiyib tax bo'ldik. Undaqda Aliyada bugun ekran oldidagi do'stlarga deb bersangiz zaten nim tamoq etmoqchi. Bugun do'stlarimizga aytib bermoqchi bo'lgan tamoqimiz Marvoyit qiymiliq ko'kmush dimlimisi. Va buning ismi bekchirayliq, Marvoyit qiymiliq. Qarag'anchada buning ichiga ketadigan shu xurush, Marvoyitga o'xshaydigan xurush ekanda. Pishib chiqqandan keyin xuddi Marvoyitga o'xshash jo'lalinib turadi demoqchi. Buni qandoqmi yegisi keldiganda uni o'sha uylarimizga tizib qo'ysak bo'ladigan tamoqmi nima? Buning ketadigan xurushlar nimalar? Buningga ketadigan xurushlar asosan qo'y go'shti, ya'ni lo'q go'sht ketadi. Lo'q go'sht. Anadan keyin piyaz, anadan keyin pomidor, sho'xla, ashköki, tarxamakni bezak uchun ishlatish uchun tayyorlab qo'ydik. Shuningga aslida men bugun tarxamakni shu yarim tal situatsiyam bo'pti-ku. Siljiq ketibdi. Ish bog'ini ham iste'mol qilsak bo'ldi. Bo'ldi. Ko'kmuch. Anadan keyin asli bu ko'kmuch dimlimisi dedik emasmi, lekin masal rangligroq chiqarish uchun ikki tal qizilmushni qo'shib qo'ydik. Anadan keyin samsak. Bir burjikida azroq samsak turdi. Samsak bor. Tam kirgizish uchun. Marvoyit qiymiliq ko'kmuch dimlimisi. Kerakli materiallar. Ko'kmuch ehtiyojga asosan tayyorlandi. Ya'ni 8 donadan 10 donagacha bo'lsa bo'ldi. Qo'y go'shti 4-500 gram, piyoz 1 bosh, guruch 1 piyola, muvofiq miqdorda yumg'oq sut, ya'ni oshko'ki. Undan boshqa muvofiq miqdorda tuz, qarmush va pomidor qiyomi. Bezak uchun ketadigan materiallar: 1 dona tarxamak, 2 dona pomidor, shundaqla muvofiq miqdorda yumg'oq sut. Bu ko'ktoplar orqali Marvoyit qiymiliq ko'kmuch dimlimisi. O'quvchilaringizga o'xshadim men de. O'xshadingiz? Bo'ldi. Demak, endi biz qarag'anchada bundan keyin asosiy material mush qizilmush bilan ko'kmuch o'xshaydi. Biroq shuni o'ylab qoldim, hozir bozorlarga qaraydigan bo'lsak, cho'ngroq talla bozorlarda, ko'ktat bozorlarida yana seriq ranglik mushlarni ko'ramiz, ha? Seriq mush. Lekin bek osonda uchirtimiz, uni izlab chiqsak topqil bo'lmaydi. Agarda uchrab qolsam, shu 3 xil rangni aralashtirib qilsak ko'rkam bo'ladi. Texnik ranglik chiqadi. Xo'sh, unda oldi bilan qaysi mashg'ulotni tamomlaymiz? Oldi bilan biz buni ketadigan go'shtni yuvib, issiq suvga chilib olamiz. Avval buni ko'pkashtirdi. Shunaq bu hozir biz tayyor qilganimiz birinchi qadamda go'shtni yuvib issiq suvga chilib olamiz. Bo'ldi. Mana hozir go'shtni yuvilib, ilman suvga chilib oldik shunaqmi? Endi nima ish qilamiz? Endi birinchi qadamda ko'kmushni aqlab olib, anadan keyin go'shtni qiyma qilib tayyorlaymiz. Qarsam sizning bugungi mashg'ulotingiz programmamizga nihoyat tezlik kirib ketdingiz, qaraganda xil programmamizni ko'rib turdik o'xshaysiz. Bek yaxshi ko'rma bu programmalarni. Mushigitni boshlam deb beratdingiz, men qanday yaxshi ko'rsiz. Bu programmada birinchidan shu bo'lib ayol bo'lish sifatimiz bilan qozon beshiga usta bo'lsak, dasturxonimiz. Chunki odam dasturxondan yuz topadi. Mehmonlarni izzatlash bizning Uyg'urlarimizniki eng esil urf-odat bu. Shuning uchun uyga kelgan mehmonga chiroyli bir piyola chayimiz bilan illiq chiroy bo'lib
Obdan ağzı titiqidek tamaq əkilərsək, bu bizniki tağın talqan qılıb etkinimizin neçəsi yaxşı. Bizim programımız qatnaşqan şu kilinlərninki tamaqlarını hamın şu kanallarına ait yaxtırıp yedik. Onun başqa belki nurgulluğan şu yaş kilin, hende kilin boğucu qeyrindaşlarımız mı, qızlar mı bu programını kimmiş kinanısığı yaraydıgan yaxşı kilin buluş için əslaydılıq bilan görüşü mümkün. Bəlkім. Gördüğanlar çoxumcaq. Biz bir taraftan məşğulat qığaş, bir taraftan. Bunun üçün kökmüşünü başlamış urğun çıxırıb eliş üçün qısaq buldu. Əgər mındaq məşğulat qılışını sal, eğer kökücülər bolsa, bunu əmbəl qoyub durub kesəsək mi buluyor? Urğun çıxırıb etsək mi boldu? Naiti pakize, naiti tez aqlaş usulü ki. Əgər bunu yəni başqa xil usulda qılmadısa, mındaq çıxırıb etsək mi boldu? Mamasan. Manandan çırayılıq çıxıdı. Qolda tatlılam çıxıram da. İyi, işlep bakay. Siz qığaştıramsız? Şu adeti. Çoxum qılalaysız. Rahmat. Sol xey. Hazır asasiyyatını oxucularga rəğbət bəgən çağda, mədət bəgən çağda müştəb mədət berdi. Adətdə sol qol adamlar, sol qolda məşğulatını çıxıldığı adamlarniki sol mığısı bəkli tərəqqi qıldı. O siz nimə dərs bersiz müəllim? Mən biologiya. Ana tamamlandı mı? Tamamlandı, urğun əvət dansma. Əvəzsanda buldu şunama. Hə. Şundan ki bu cəhətlik bilimiz xeyli görkəndə parçalaş, toğraş xidmətini. Təcrübxan işləyməməsmə. Şununğa. Mana maninki məsələn tüzülüş oxşamaydı. Bunu daxil qısaqlı çıxıb getdi. Mesela içiga uyulğanlar bolsa, içiga iştirməsək çıxdı ekan da. Çıxıb getdi. Mana da məşğulat texim asan buldu. Endi bu əsli bunun tanlağa vaxtımızda kökmüşniki çox kiçikligindən bir xil buluşada qatılışımız kerakdi. Bir məsəl aldırıb qaldı. Hazır siz yuqori degəndək biz işlətgan bu kökmüş qızılmışlar anca açıq emas şundaq. Bu üç bulun çıxqını qarğan çağda bu anca açıq olmaydı. Açıq olmaydı ha. Lekin mesela açıq yeyishni yaxşı ko'radigan kishilar o'zining ehtiyojiga asosan aşıqıl qızılmışlarni işləsin bulamdı ya kökmüşlarni? Boludu. Lekin endi mushuni shu asti tuz ko'rug' sağa vaqtda ashuning muqimliqida qatilish kerak. İşlab qo'yamiz emasmi? Ha. Hamda asosan oilada bolalarimiz cho'nglar bo'lganligi uchun xo'sh. Hamda shu bek ochiq bo'lib ketmasligi kapolatli qilgan asosda assak tamlik bo'lamdiki deyman o'p taomni. Shundoq. Ochiq yeyishni yaxshi ko'radigan bolalarga ota-onalar tomoq tayyorlab bermoqchi bo'lsa, mushkul tomoqlarni tayyorlab bersin menimcha. Yaxshi ko'rdim. Onun ustiga hozir qiyos qilib bo'ldim, cho'qim qiymini buning ichiga solamiz shundoq. Unda qo'ygan ekan buni keyin olib ketishgimi, maktabga olib borib yeyishgimi, nayta aplik. Aplik shundoq. To'nlatquda sap qo'yishgimi? Tamamen bo'ladi. Chunki bu yo'l yemeklik bo'lamdi yoki qurg'oq bo'lamdi? Buniki tabiatda mo'tadil deymiz. Chunki buni qo'rmaymiz. Bu programmani Şinjan Eksan maychilik cheklash sherkiti alayida qo'llagan. Hozir biz qizilmush ko'kmushlarni tayyorlab, ya'ni oqlab tayyorlab oldik shunaqa. Hamda hozir Aliya muallim go'sh to'g'rash bosqichiga qadam qo'ydi. Qiymini qilsak bo'ldi. Masalan, endi yana davomli shu maktabimizga o'quvchilar to'g'risida paranglashkim kelyapti. Biologiya dars berma dedingiz. Mesela biyologiya ders, yana o'rganish pek tez bir ders qo'ymayman o'quvchilarga. Amaliyotda biyologiya darsi unchalik tasma emas. Chunki bu biyologiya o'z nech qismi bo'linadi emasmi? Hayvonotlar. Qo'lda tutgan go'shtmi buning bilan bevosita munosabatli siz. Shu 9-oydan boshlab yangi o'quvchilar keldi emasmi? Shundoq. Mushtaq vaqtda biz bu bolalarni tunji qitim endi shu biyologiya darsiga boshlab kirish uchun tabiatdagi ba'zan narsalardan foydalanib turib bularni qiziqtiramiz. Masalan, go'zal tabiat. Go'zal tabiat, masalan quyosh. Agar quyoshdan ayrilsak, bizning yashab turishimiz hargiz mavjud emas. Shunaqmi? Mushtaq bir yashash qonuniyati bor. Masalan, o'simliklardan hayvonlar foydalanmasdan suvdan hayot zanjiri deysiz, hayot zanjiri belli tas to'g'ri dedingiz. Biologiyani bek yaxshi bilasizda. Qo'ydim sizga. Yerinlam bildim. Ama hayot zanjirini bilginingizdan o'zi bek yaxshi ish shu. Hayotlik zanjiri bir-birisidan hargizmi ayrilmaydi. Shuning o'xshash bu oziqlikmi? Odam taom yegan vaqtda yedimg'i qo'sug'im to'ysli bo'ldi deb turib yemaymiz. Mush yeyotgan taomim bedenimga foydalimi? Quvvatlimi? Quvvatlikmi emasmi? Az yesakmi, soz yesak, quvvatli yesak, anadan keyin bedenge foydali tarif shu. Aliya muallim, programmamiz boshlanishdan ilgari menga aytib berganda doim bolangizga o'z qo'lingiz bilan tomoq etib berar ekansiz, shundaqmi? Albatta. Kunda. G'ayri pishiriqlarni, taomlarni. Masalan, men shu siz oldingi sonda nima ziyorat qilgan Oygul. Tort. Tort pishirishni Oygul bog'i. Shu tortni pishirishni o'rganib olgandan keyin
Doim do'stlarim menga telefon qilib, uyda mush tug'ilgan kunimga oz qolgan to'rt pishirib bersan bo'pti-da, men bek bo'zaq qilib ketdi daga. O'rganmasam bo'pti-ka, lekin uni o'zim qilib yesam bo'ldi-da. Hozir biz go'sht to'g'rash bosqichini tamomlayapmiz. Hamda bu go'sht tayyorlangancha asosiyatni qor go'sht tayyorlamdiq yoki Misal mayliroq go'sht bo'lsa-mi bo'ladi, asosan lekin buni to'g'rigan vaqtda bek ushshoq to'g'rimsak, qiyma qilib shunaqa. qiyma qilamiz, chunki buni hamda agar chanashliqi qiyma qilish mashinasi bo'lsa, shunda o'tkazsak texnik yaxshi bo'ldi. Agar undaq bo'lmasa, tunch qetdan bilan ushshoq to'g'rib olsak, masalan, kotletni qilganda qiyma shaklda ko'rsak, bo'ldi ekanda. Ashta qilsak bo'ldi. Shu men ham ushshoqroq kinolarda ko'rganda bunday chansak bo'ldi ekanda. Bo'ldi, lekin sal kish ketdi shu. Uni unda hosal turib men tamomladim ya. Mayli, qilib bermaysiz. Go'shtdan qanchalik ketadi? 1 kilo atrofida ketamda. Unchalik ketmaydi, chunki hamda biz yilqi aytmoqchi bo'lgan odam soni qarab turib belgilaymiz buni. Bugun ham sal materialni ko'proq tayyorlab qo'ydik. Asli bir 7-8 tal ko'kmish yoki qizilmish bo'lsin, bo'ldi bu taom bo'yicha. Demak, bir odam 2 tal yeysiz to'ydi shunaqa. Bir tal yeysizmi to'y qolsiz jummo. Va quvvatli. Shundami? Demak, hozir Aliyada biz go'shtlarni to'g'rab, qora go'sht tayyorlab oldik shunaqa. Undan boshqa yuqorida aqlab tayyorlab olgan bosh piyozning yarmini to'g'rayapsiz. Piyoz cho'ng. Yarm bo'tamdi. Voy, yig'layapti. Men hozirmish nemish kimsh piyoz to'g'risam, yig'lig'imni kelib ketdi-ku. Yig'layapman. Ko'zimda liqyash yig'layapman. Men deb yig'ildi, o'ylab qolmagan. Qo'limda pichoq nima? Ashta bir she'r bor. Yig'layapman. Piyoz to'g'rashmi haqiqatan bir unajmo. Buning uchun biz odatda filmlarda shu chivar ustularniki shunday tez to'g'rayotganligini ko'ramiz. Piyozni 25 atrofida to'g'irsak bo'ldi ekanda. Bugun sal cho'ng piyoz emasmi? Shunga yarmini tanladim. Piyoz ko'zingizga ras liqib yash keldi. Endi bunichi ashuna guruchning ustiga aralashtirib, qiymini guruchga aralashtiramiz. Bu qiymati biz buni pishamay turib aralashtirsak bo'landa. Yaxshi o'ylashim ma'lum bu agarda texnik xatolik chiqib qolsa. Yo'q, hargizda men hech ketim sinab qildim. Yaxshi cho'qim televizor chiqdim deb jiddilashib qolgan bo'lishingiz mumkin. Jiddilashmayapman. Jiddilashmagandim. Demak, men ashta deb jiddilashtiryapsiz shuma. U guruch. Hozir salsaq. Demak, hozir bizning tayyorlig'imiz bir piyola guruchga go'shtdan Go'shtdan bir 300 gram atrofida. 300 gram atrofida yarım baş piyoz. Bir piyola guruch, 300 gram go'sht, yarım baş piyoz aralashtirilib, bu bir malham qilindi. Shundaqmi? Qiyma qilindi. Shunga aralashtirib olsak bo'ldi. Bu programmani Şinjan Qarashahar Yasinjan Yemeklik Cheklik Mas'uliyat şirkati alayida qo'llagan. Ekrandagi ko'rman do'stlar, ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasining bizga o'zimiz va o'zga millatlarning isil taomlarini tayyorlashni o'rgatadigan Ichil dasturxon programmasi. O'z navbatida Qozon beshidagi ko'ngilli qiziqarli paranglar o'xshashlar bizning Ichil dasturxon programmamizda. Shu topda Urumchilik 66-o'tir maktabdan Aliya muallimning yetakchiligida biz nihoyatda chiroyli ismi bor. Imtamoq Marvoyit qiymiliq ko'kmush dumlimisi. Marvoyit qiymiliq ko'kmush dumlimisini balkim qizilmush olib kelishim mumkin. Shu dumlimini tayyorlashni o'rganyapmiz. Hamda yuqorida Aliya muallim bilan bir tarafdan paranglashqach biz bugungi ketadigan xurishlarni to'g'rab tayyorlab oldik shunaqa. Bundan ketgan xurishlar guruch, piyoz, go'sht, undan keyin ashko'ki. Piyoz o'g'anchada bosh piyoz yarım dona. Hamda undan boshqa o'z navbatida bunga yana dumlash bosqichi kerak bo'lganligi uchun suvni biz hozir yinimizga tayyorlab bilan qaynayotdi. Bu bosqichda yana biz bir ish qilamiz. Bu bo'lsa-mi? Bunda hamda shu qaydom arqiliq hamdir qiyomidan azroq silib ta'm kirgizamiz. Bo'ldi. Buni qanchalik solamiz yoki o'zimizning ehtiyojimizga asosan? O'zimizning ehtiyojiga asosan, masalan, hamdir qiyomini bekrak o'tkazib yaxshi ko'rganlar bo'lsa, men qo'shiq kichik emasmi, shunga sal jiqaroq bo'lib qoldi. Asli cho'ng qo'shiq bo'lsa, bir ikki qo'shiq solsak bo'ladi. Demak, hozir pomidor qiyomining ta'mimi o'zi chuchumal bo'lganligi uchun buni ayting. Alamet bo'ldi ekanda. Undan keyin bundan boshqa tuz. Hozir bu yerda bir savol paydo bo'ldi. Biz bugun o'zimizmi yana pomidor tayyorlabdik? Shoxlat tayyorlabdik. O pomidorni men faqat ustiga bezak keltirish uchun tayyorladim. Demak, haqiqiy bizga ta'm sezgusi beg'ishlaydigani bu. Ishtaha ato qildigani bo'lsa, bu. Shunaqa. Kichikirdigani. Undan bo'lsa bundan 5 qo'shiq soldik. Ustiga buning kichik murabbo qo'shiqqa 5 qo'shiq soldik. Bu pomidor qiyomi pishiqlab ishlangan bo'lgandan keyin ta'mi biz odat yeydigan xam pomidor qaransal o'tkirroq bo'ldi. O'tkirroq bo'ldi. Maqsadimiz shu qiymning ta'mini sal o'tkazib tayyorlash. Xo'sh, qarimosh, tuz, qarimosh. Tuz. Tuz, qarimosh shunaqmi?
Biz bir yerden okşaştam. Qaydo şirketi təminləyən bir yürüyüş, tetit qolanı işiltiyatımız. Tuzdan çok qancha salımız? Tuzdan işi qo'shib soldim, tetib aqli, balkim tetib qilishi mumkin. Ya, buni o'zingiz teping. Qarmush. Yo'q. Tushkurib ketmang yana. Qarmushning xususiyati issiqqa. Issiq bo'ldi. Hamda biz bugun ishlatgan qo'y go'shti mo'tidil. Shundoq. Onun başqa har xil ko'ktatlar bor. Endi qiymini elishtirib, Bu haqiqatan chiroyli bir qiyma bo'lgan bo'ldi. Buni ilashtiramiz shunami? Ilashtirish bosqichini qanaqdan? Buni biz takshi, ya'ni go'rish bilan takshi aralashtiramiz. Hamda sal turib buni dumlagan chog'da bu go'rish hozir ham go'rish, shunday ozroq suv ichgan go'rish bo'ldi. Ilman suvda azroq yumshadi, lekin yana ham shundoq. Buni biz suvda takkizib turib pişiramdıq yoki? Yo'q, shu ko'kmushniki 3 dan 2 qismigachilik suv quyamiz. Bek liq to'ldirib, qizmini to'ldirgan vaqtda bek liq to'ldirmaymiz ko'kmushning ichiga. Chunki ma guruch ko'pida emasmi, kirib eslidi. Unda bo'lgandan keyin teshib chiqib ketmasligini oldini olish uchun shu 3 dan 2 qismigachilik keltirib to'ldirsak bo'ldi. Suvni quygan vaqtida ma shu ko'kmushning sirtidan 3 dan 2 qismigachilik ashta qo'yamiz. Qaynatgan vaqtda sus o'tni qaynatamiz. Bek ishtik o't bo'lib ketsa kirib ketib qoldi suv. Hozir shu tapda yana bir. Shunday mezlik qilib ketdi. Shuni demak istadim. Qanchalik vaqt dumlaymiz? Buni odat shu yarim soatdan 40 minutgacha bo'ldi. Mush yarim soatdan keyingi dumlangan oltinni ko'rishga tetib chiqib taqozo bo'lib, hozir og'zimga ketgan. Unisiga hozir shu tapda balkim bizning ko'rman do'stlarimizmi ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Bu agarda tamoq vaqtiga to'g'ri programmamiz qo'yilayotgan bo'lsa, ularningki ishtaholari g'idig'ilib harakat kelib oshqozonlari. Shundoq. Yig'iz tekis kelyapti. Hozir buning rangimi bek ko'rkam bo'ldi. Shunaqmi? Tayyor bo'ldi qizimiz. Chiroyli bo'ldimi? Chiroyli bo'ldi hamda. Suv qaynog'ichilik biz bu qiymini ko'kmushning ichiga qizilmush bilan to'ldirib tayyor qilamiz. Aslida bu palay kiyish bosqichini hamda tamomlamadim desam, hamon kiyishimga to'g'ri keldi ekanda. Cho'qim kiysiz. Buni biz qo'l orqali ham tiqamiz, shunaqmi? Shu an. Dumsimamda shaxsan men bu programmalar riyosatchilik vazifasini ustimga olgandan keyin mayli tamoq tayyorlash bo'lsin yoki masalan oziq-ovqatlarni moslashtirish, sog'lom g'izolanishiga xili ko'p bilimlarga ega bo'ldim ham. Bu jihatda xili ko'p ko'rmalarni manfaatga ega qila oldik deb o'ylayman-chi. Shuningga amaliyotda bizning programmamizning maqsadi do'stlarga bir sog'lom, baxtiyor turmush nishonini ko'rsatib berish. Biz hozir bu bosqichni qo'limiz orqali tamomlayapmiz, ya'ni qo'l bilan tiqqan chog'da balki hamda agarda do'stlar qulay ko'rsa qo'shiq orqaliqmi bu kiyimni ichiga qochilsa bo'ldi, lekin qizilmushningki ichining tuzilishi har xil bo'lganligi uchun qo'lda balki bundoq o'rlashtirsak texnik bo'lishi mumkin. Bo'ldi. Buni sog'an vaqtimizda 3 dan 2 qism kerak. hozir mush muvofiq bo'ldimi? Bo'ldi ya shu. Muvofiq bo'ldi ya. Bo'ldi. Esildi emasmi? Isildu degan so'z odatda biz ko'p ishlatadigan ko'pidu degan so'zningki tanglash ma'nosi Alyamon isildu degan so'z bilan ifodalaydi ekan. Şu tapda ekrandaki dostlar men bilan o'xshash hissiyotda deb o'ylayman. Ya'ni barliq ko'rmanlar bu tamoqninki, ya'ni biz tayyorlagan bu taomninki qanday pishib chiqadiganligini ko'rishga taqozo bo'lyotdi. Undaqda hozir bizning suyimizmi qaynabdi. Alyamalim. Endi biz buni suvga shunday tashlasak bo'ladi ishonishmi? Yo'q. Oran qildik shakl keltirish uchun. Asla tizimiz. Shu tapda mushundaqla yegisimi keldi odamlarga va ko'rkam qarmoqda. Yesongiz bo'ldi. Şahsen ilgari men qizilmushni oshqozonda derdi bayak oshqozon og'riydigan bemorlar yesi bo'lmaydi deb anglagandim. Lekin yig'in bir materialdan ko'rsam oshqozonni sovuqab ketgan bemorlar yana mush qizilmush ko'kmushni jiqroq yeb berish kerak. Demak hamda bu taom balkim shularga nisbatan unisiga qo'rmagan, ya'ni dumlab pishirilgan tomoq bo'lganligi uchun oshqozonni 3 yo'li kasalliklarga giribdor bo'lgan bemorlar oldingi tanlash qismi muvofiq bo'ldi deb o'ylayman. Bundan boshqa yuqorida yana masalan ota-onalar ba'zi chog'da shu kuni tushda bolalarga tomoq tayyorlab berishga oldirab qoldi. Shunlashqa bir kun burun bu tomoqni tayyorlab, to'nglatib qo'yib qo'ysa, atsa o'quvchilar maktabda istiqlom yesimi, mayt qulaylikka qarmoq qilam, odamning umroqlik keldigan, umoq bir taom bo'pti. Undaqda salamdiq hozir. Salom. Sağa vaqtda chuqur diqqat qilishimiz kerak. Muqim bir-birisiga yondab qo'yamiz buni,
Bugün çıkarak kıgalığımız için. Bunu ben size küçük bir yereyim ana. Aşın yanına koyun. Hazır bizning ko'rimiz sal cho'ngib qolganligi uchun O'ttirg'i tasib qo'yib kichikroq ko'ri bo'lgan bo'lsa balkim yaxshi bo'ladi deya. dalda bo'lishi mumkin. Bo'ldi. Shunchalik chilasa, ya'ni buning 3dan 1 qismi chilasa muvofiq bo'ldi, shunaqmi? 3dan 1 qismidan sal egizroq bo'lsin bo'ldi. Bu programmani Şinjan Eksan maychilik chekish şirkati alayida qo'llagan. Mana shu topda biz tayyorlab olgan materiallarimizni nihoyat chiroyli qilib, ko'rning ichiga, qasqonning ichiga tizib oldik, shunaqmi? Endi buning ichiga hozir har xil qiymalar silindi, buni dumilsaklab pishadi. Yana bu bosqichda tamomlaydigan boshqa xizmatlar bormi, yo'qmi? Buning suyiga ishqi qo'shib sumay qo'yibmiz. Sabab anti tutamisin debchi. Buni yana o'xshashlam eksan maylardan. Bo'ldi. Qichimini qo'ysak bo'lamda? Bo'laverdi. Ma'qul, maydan. Azroq cho'rsdan qo'ying. Bo'ldimi? Qishimdan chekir ketmisin. Ma'qul. Cho'rsdan qo'ysangiz. Bo'ldi. Kegdek. Quloq. Bu qaynab chiqishchilik samsaqdan azroq to'g'rab. Qanchalik? Suyiga bir 4-5 tish savatsak bo'ldi. Bunda xoncha bunun suyunu ichish maqsadmi yoki sho'rpisining aning biz tayyorlagan qurishqa tamlik o'tsin uchun. Sinib kirish uchun. Men uchun men ba'zi ishlarni shunaqa bilib olaman. Xiyli o'stgansiz, shu mutaxassis dedim o sizni. Biz nijot mutaxassis, nijot ustam bo'lib ketadigan bo'ldim. Endi bu qatim bizni uyga berib, do'stlarni yeb ketishga taklif qilsam, tamamen bo'ldi. Biz raskab qilsam, biz mayli ilgari tayyorlagan mayli meva pisasi bo'lsin, yoki endi biz doim yeydigan polo bo'lsin, qo'rdoq bo'lsin, va yoki yaqinda tayyorlagan tortimiz bo'lsin. Bularga qaragan chog'da bugun tayyorlagan tamoqimiz eng oson bir tamoq bo'ldi deb o'ylayman. Ham nihoyat yangicha bir xil tamoq bo'ldi ya. Yangicha. O'z navbatida bugun tunji qatim bu xil tamoqning itilish usulini ko'rishim, shunaqla bugun ig'iz tiyishim bo'lib qoldigan bo'ldi. Ailaga endi sinib kirdi-da mishtam. Shunchalik oilaga ishtaha beg'ishlaydi shunaqa. Beg'ishlaydi. Samsaqni hozir salimiz. Salimiz. İştaqat, endi ağzını dimləsin. Demək ayollarning ba'zi xo'shalligini mana shuningda kichkina halqalardan keldi, ha? Oldu, dümlüdük. O'xshashlar bizniki shu topdan bu tamoqimiz pishib chiqish uchun qancha vaqt ketadi? Odatda yarım soatdan 40 minut atrofida sus o'tda dimlaymiz. Sus o'tda. Shu topda og'zimga seriq suv kelib, qo'saqlarim ko'krab ketib bordi. O'xshashlar qo'saqqa biroq do'stlarim men bilan birlikda bu tamoqning pishib chiqishiga taqozo bo'layotgan bo'lishi mumkin. Yana qancha minut qoldi edi? 5 minut qoldi. 5 minut 5 minut qolsa, yuqorida biz mana o ko'ktatlarni bezak ishiltimiz degan to'q. Balki bumi cho'ng rol o'ynamasliqi mumkin, lekin texnik ko'rkam qiladi. Ham ko'rkam. Hamsi shu. Qarablam ishtahasini ichish uchun chaqan qo'llaringizni ishq silib shu tarxamakni to'g'raylik. Gul keltirib tarxamakni avval to'g'raymiz. Tarxamakni shu taxsiga shakl chiqarib tizilish uchun. Demak, bir tarafdan bizning bugun tayyorlagan tamoqimizga ig'iz takkash, yana bir tarafdan taxsidagi shu chiroyli bezaklarni yevasak bo'laverdi. Bo'laverdi. Hürmetli görmen dostlar, programımızda davamlı görüşenlerini karşı alımız şu tapda bizning ishtahalarimizni g'idig'lab, og'zimizga seriq su keltiradigan programımızning eng ko'ngilli shundaqla eng do'stlarni jalb qiladigan bosqichiga yetib keldik. O bo'lsa-mu, qozonni ichib, ig'iz tiyish bosqichi. Shunaqmi? Bugungi aytgan tamoqniki yeyishlik bo'lishi ishonchingiz bormi? Ishonchim bor. Qanaqa ishonchingiz bor? Çünkü bekçe patlattı. Jarayonda sizni uygun oldunuz. Mana ko'ngillik tuyuldi. Onun üstüne bu biz aytgan tamoqlarning ichidagi eng oddiy, eng ko'rkam, eng yangicha bir turlik tamoq bo'ldi. Shunda. Amsa. Achayman. Endi bir ichib bersangiz. Yo'q. Shunchalik prezent. Shunda hozir tovoqni shundaqla ichish bilan buning xushpurqi atrofni bir oldi ya, haqiqatan bekli yeyishlik. Qarmoqqa haqiqatan ismi loyiq ichidagi shu xurishlar marvoyatga o'xshash paqirab turdi, ha, bek chiroyli. Alayli. Tez. Yo'q. Shunda qiziq.
qara. Ketdi. Hozir pitidi, hozir yeysiz. Siz cho'qim. Buni yegancha pomidorni olib o'tamdik yo astidikini olib o'tamdik. Ko'nglingiz qani xohlasa. Siz oldik shunaqa. Men siz tizishib beraychi, danim degan asta. Biz tayyorlagan osh ko'kini Osh ko'kincha pichoqni olamiz. to'g'ramdik. Ushaq to'g'ri etib ustiga Chichi yutimiz. chichaysak. Bugun bu taomda osh ko'kib purqsa, singarik taom bo'ldi. Shundoq. Chichib Bu ham beramiz yoki. bezak o'rnida ishlatildi shunaqa. Buningda boshqacha rang kirganda qachon? Albatta. Qarmoqni aytib ko'rkam, gerçamda haqiqatan ishtahalarimizni ochgan bo'lsa-mu, lekin bundaq chiroyli yasvasi barcha odam yeyishga jur'at qila olmaydi ekan. Buni siz bir guldek holatga keltiryaptıngiz. Bo'ldi, hurmatli ko'rman do'stlar. Xuddi sizlar ko'rgandek, bugun biz Urumchilik 66-o'tir maktabdagi suyimlik ustozimiz Qo'ligul Chivar usta Aliya muallimninki yetakchiligida yordamida shunaqla o'rtaq qo'l selib ishlashimiz natijasida nihoyat o'xshagan bizning ishtahalarimizni ichivatgan xushpuroqlik, marvoyit, qiymiliq, ko'kmush dumlimisini muvaffaqiyatlik tayyorlab chiqdik. Tayyorlash bosqichlari tuvandikicha. Birinchi, go'shtni yuvib issiq suvga chilab qo'yamiz. Ikkinchi, ko'kmushni urqini elib etib, tozalab tayyor qilib olamiz. Uchinchi, go'sht bilan piyozni ushshaq to'g'rab, qiymaga tayyorlaymiz. Arqadan yumg'oq sutni ushshaq to'g'rab olamiz. To'rtinchi, go'sht, piyoz, yumg'oq sut va go'shtni aralashtirib, qiyma tayyorlaymiz. Ozroq tuz, qarmush va pomidor qiyamidan kichik qo'shiqda 4 tash qo'shiq. Agar cho'ng qo'shiq bo'lsa, 2 qo'shiq aralashtirib, tuzni tetib olamiz. 5. Tayyor bo'lgan qiymini ko'kmush yoki qizilmushning ichiga to'ldiramiz. Buningda qiymini bakliq to'ldirib o'tmay, 3 dan 2 qismigacha solsaq bo'ldi. 6. Tayyor qilib olgan ko'kmushni ko'ra yoki tigi tuz qozonga silib muqimlashtiramiz. Ondan ko'kmushning 3 dan 2 qismiga kelguncha issiq suv quyamiz. Suvga muvofiq miqdorda tuz va samsoq silib olsak, sho'rpisi texmi tamlik bo'ladi. 8. Suz o'tda yarim soatdan 40 minutgacha dimlaymiz. Askartish 1. Qiymini bak liq to'ldirib atganda pishish jarayonida qiyma to'kilib ketadi. 2. Ko'rg'a suvni bakcha quyib atganda suv ko'kmushning ichiga kirib ketib, taom tamsiz chiqib qoladi. Ulug' mutafakkur olim Mahmud Qashqari isil taomlaringni kishilarga va chiroyli toningni o'zan key debdiki. Haqiqatan biz mana shuningdek Gulchiray suyimli xonim qizlarimizning yetaklashida programmamiz orqali o'xshagan nozik ne'matlarni tayyorlashni o'rganyapmiz hamda uni do'stlarga qanday tayyorlashni o'rgatyapmiz. Undaqda do'stlar, biz bugungi programmamizni vaqt e'tibori bilan mishada oxirlashtiraylik. Shundaqla programma oyoqlashgan ekan biz darhol tamoqni yeyishga tutish qilamiz. O'z navbatida bugun Aliya xonimning qimmatli vaqtini chiqarib programmamizga qadam tashrif qilganiga ko'p tashakkur. Şonlaşqa ekraldaki barcha azizlar esinglarda bo'lsin. İçil dastıxanim, isil dastıxanim. Kelarsan programımızda görüşkice, hayır xoş, aman bo'linglar. Buldada, undaqda, qo'lsab, yamdoq.